Sangardak haqida ko'p va xo'p eshitgansiz, ammo uning etimologiyasiga qiziqib ko'rganmisiz? Surxondaryoning Denov tumanida joylashgan ushbu qadimiy qishloq va uning atrofidagi ikki daryo ham Sangardak deb nomlanadi. 10-asr arab geografi Ibn Xalqal Kesh viloyatidagi ichki va tashqi Sangardakni sanab o'tgan. Qishloq o'sha davrdagi Keshning poytaxti Saganpandan bir kunlik masofada joylashgan. Nomining kelib chiqishi ham juda qiziq. Sang tosh yoki tog', gard qal'a, fors tojik tilida sangar istehkom, barikada va ak kichraytirish affiksi. Shu tariqa Sangardak so'zi toshdan qurilgan kichik qal'a degan ma'noni bildiradi. Mahalliy afsonalarga ko'ra, Sangardak qadimda daryolardan kelgan suvni nazorat qilish va hududni himoya qilish maqsadida qurilgan. Qishloqdagi eski toshlar esa hali ham o'tmishdagi istehkomlar izlarini saqlab turadi. Aholi o'rtasida aytilishicha, eski qal'a ostidagi yer osti yo'llari mavjud bo'lib, daryolarni kesib o'tadigan maxfiy yo'llar bo'lgan. Bugun Sangardak tarix va afsonaning qiziqarli uyg'unligi. Har bir tosh va har bir daryo qirrasi o'tmishning sirli hikoyasini sizga so'zlab beradi.